Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2025-yil 26 may. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qabrlariga qarab boryapmiz. Allohumma salli ala sayyidina ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salomni qabul aylang. Assalomu alayka ya Rasulullah. O'g'il qizlarimiz, kelin kuyovlarimiz, qavm qarindoshlarimiz, kursdoshlarimiz, armiyadoshlarimiz kimki salom yo'llaganmiz, barchadan salomlarni qabul aylang. Ya Alloh, o'zingga ham sano shukronlar bo'lsin Allohim. Assalomu alayka Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu. Salomimizni qabul aylang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alayka Umar ibn Hattob raziyallohu anhu. Salomimizni qabul aylang. Ya Allohim, bizga hamd va sano shukronlar bo'lsin. Muhammad payg'ambarimiz qabrlari, ikkinchisi Abu Bakr Siddiq qabrlari, uchinchisi Umar raziyallohu anhu qabrlari. Ya Allohim, bizga shukronlar bo'lsin. Salomlarimizni qabul aylang. Bismillahirrahmanirrahim.